Qara. Bu çisti balonni disk chapadon balon bu qara. Balonni yaradi. Ya'ni shaxsan o'zimiz ishlamada guvoh bo'lganmiz. Assalomu alaykum. Qadrli yurtdoshlar, sog'misizlar, omonmisizlar. Bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Sputnikdamiz. Ya'ni o'taverish yo'li o'tgan bundan 1-2 yil burun bir remont bo'ldi. Mashina tushib ketgan vaqtida. Bundan qatna hokimiyatdan ikki odamlar kelib remont bo'lgan. Endi hozir oddiy shu xalaqimizga kelib, shu yerda emas, asfaltlash ham shu daraja qiyin bo'lib ketgan hozir bu yerda. Yuveni qaltı aylanmasını qaltınlarına qaranglar. Bu bu çikolağımıza qara. Şunu kiriş kesem yok, addi. Değil misal şunu. Qalosuz kiriş kesem yok. Yani öyle qaltınlara qara. İnşörak kelib turib azgina asfalt yoyib, şunu tekizləşəm şu dərəcə qiyin bo'lib ketdi To'rtko'l tumanida. Endi Xudo xolasa To'rtko'l tumanımıza toza hokim geldi. Xudo xolasa bunu o'zingiz e'tiborsiz qoldirmaysiz degan umiddamiz. Yur qarang. Hozir keladi mashina kelsa, shu chiqaloqdan qochadi-da prototip chiqib ketadi. Avtohalokat sodir bo'ladi. Shu narsalarni maqsadini oldini olish uchun iltimos qilar edik To'rtko'l tumani hokimiyatini, qurilish soha vakillaridan so'rab qolar edik. Iltimosdan shu Zuhra Yulduz To'yxonaning ko'chasi bu. Kochkarpan zapravkasini yana. Shularga bir ozgina bir reys olsam shuncha yetadi asfaltda. Shuncha. Bu tarafda Sputnik ishlaridan bilsanglar kerak. Erkenda texnikani ham bor, indi bo'ladi. Shularni eldan olib bersanglar, sizdan shuni so'rab qolar edik. Hurmatli ana sho'pirlar ham nega o'ynab o'tib yotdi. Yurtdoshlar shuni iltimos qilib qolar edik, To'rtko'l tuman hokimiyatidan shaxsan To'rtko'l Secret komandasi nomidan iltimos qilib qolar edik. Shu narsalarni eldan olishni. To'rtko'limizda ko'p yerlar. Bu baq pоворotlarimiz bor. Oyoqlarimiz endi yaqinlashib ko'rsatsak bo'lar endi, balki. Yana, sho'larni qarang. Bu balon chapiladi. Ma'naviy zarar yetiradi. Yana buni yozib bersanglar bo'ladi. Yurtdoshlar bir narsa aytib o'taman yana qarang. Inshora masalan balonlarni yorsanglar, bular ham ma'naviy zarar undirib olib bilasizlar. Tak что yurtdoshlar kanalimizga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlashda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.